Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Bizda dunyo yangiliklari. Batafsil videoda Rossiya va Ukraina rasmiylari 2022-yildan beri ilk bor to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazish uchun uchrashdi. Tinchlik muzokaralar qanday ketmoqda? Vladimir Putin muzokaralarga qatnashmadi. Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar paketi e'lon qilindi. Batafsil videoda biz boshladik. Tinchlik muzokaralari. Rossiya va Ukraina so'nggi 3 yil ichida ilk bor to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazdi. Ularda o't ochishni to'xtatish va ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi muzokaralar muhokama qilindi. Ammo katta yutuqning alomatlari yo'q. Ukrainalik manbaning aytishicha, Rossiya delegatsiyasi Kiyevdan o'z nazorati ostidagi yerlardan voz kechishni talab qilgan. Sammitni kim o'tkazib yubordi? E'tiborlisi shundaki, Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy hamda Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham bir necha kunlik chalkashliklardan so'ng u yerda bo'lmagan. Zelenskiy Putinni muzokaralarga haqiqiy qaror qabul qiluvchilarni yubormagani uchun tanqid qildi. Tramp ham muzokaralarni o'tkazib yubordi. Qiziqarlisi shundaki, hozir bo'lmagan yana bir muhim shaxs AQSh prezidenti Donald Tramp bo'ldi. U muzokaralarga qo'shilish uchun Yaqin Sharqqa sayohat jadvalini oshirish mumkinligi haqida bir necha bor ishora qilgan edi. U Putin bilan uchrashishga intilmoqda. Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar paketi e'lon qilindi. Germaniya kansleri Friedrich Merz Putinning ko'rsatilmaganligi ortidan Moskvaga qarshi yangi sanksiyalar joriy etishga va'da berdi. Yevropa yetakchilari Rossiya rahbariga 30 kunlik otash kesimga rozi bo'lishi uchun bosim o'tkazmoqda. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videolarimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.